Dubai klipini ko'rdingmi? Ha, sen ular yangi klipini ko'rdingmi? Yo'q, Tito oq kiyimda bo'lsa, xuddi oqotda shahzodani ko'radi. Xudo xolasa keyingi obzorimiz Gentraga bo'ladi. Shavotda o'zimiz doimiy klientimiz, doimiy podpisчикimiz bu Gentraga bomba akustikani yomonlik qilib berganmiz. Eshiklarni xudo xolasa 25lik proyektlarni, xudo xolasa estradning yomonlarini qilib berganmiz. Arka Kicks brendidan sabfelarni qilib berganmiz. Endi qismida tumangalarni, ledlarni qilib berganmiz. Bir qator obzorini ko'rsatamiz. Kelinglar. Arşivkelerini görünler. Umuman bomba etip yasalgan kula kalasa. Pot çöpke, tepen menasası çöpke çıkan kula kalasa. Elde işkine Silvester bilen Pride 25'lik 16'lık Silvester boladı. Buavadan Rupur'un yükselkelerimiz. Kalaverse salonda bir katar gözleriz görünler. Mafon 725 mafon. Akaprintlarımızın audiydi bu. Yaman çıkan ki kuda kalasa deflektörler bilen krasiv olgan. Bo'lsa shundan bo'lsin akustika bomba, yomoni xudo xolasa. Sizlarga bir qator obzorini ko'rsatib beramiz. Prosta bomba. Uni so'zlash umuman gap bo'shunki emas. Shavot xudo xolasa bugun darpanadi. Dim yomoni xudo xolasa. Bir qator obzorini chiqarib beramiz. Bir qo'y beringlar xudo xolasa. Ovoz. Welcome to Dubai klipini ko'rdingmi? Ha, sen ular yangi klipini ko'rdingmi? Yo'q, Tito oq kiyimda bo'lsa, xuddi oqotda shahzodani ko'radi. Ko'ringlar qanaqa pullar kuch, o'zgarasanmi, obersan kuch, ko'rsatma o'zingni qizcha uch, xohlasang yasimasanda yengada uch, ko'tarsa bet, xohishingni det, sovg'alar yo'g'alar ketma ket, oqotda shahzodani kutar bo'lsa rangli temir o'tda ko'rasan mana shu moment, shahzoda sipananda sahroda İnnemedi attı ve gelin çıkanı korum kızla kaladı Kah haber istemedi bana ismimi beledi yok Kızla uçuş olman heykel uçum İnternette oldu falan Xotinini boqasan Kasıb olmasın deb obuna buni kuzatasan Orqadagi aytasan Repet işi bilmaysan Ashula chiqsa birinchilarda eshitasan Yaman birga ko'mibdi hasr Shuncha yordam berib lekin ko'rdim yuzi asl Hamma mana chekkalar qiladi Massiz bazm lekin mashhurlikdagi qo'yasanlar esga rasm Eng sharafligi yulduz fazolda Beteledagi bosh qahramon ro'yobda Man qizil ota o'sha shahzoda Chunki bu qizlarga bo'laman orzuda